9-dars mavzu klaviatura trenajyorlari va yumuq ko'zlar usulidan matn terish. Klaviatura trenajyorlari matnni tez va xatosiz yozish uchun ixtiro qilingan davrdan boshlab barcha zamonlarda zavodxonlik muammosi bo'lib kelgan. Kompyuterlar davriga kelib esa bunga bo'lgan talab yanada kuchaydi. Mashqlarni mustaqil bajarish maqsadida ko'plab kompyuter dasturlari yaratilgan. Ular klaviatura trenajyorlari deb ataladi. Yumuq ko'zlar yoki tezkor terish darajasiga qanday erishish mumkin? Tez harf terishni o'rganish uchun maxsus trenajyorlardan boshqa ham ko'plab usullar mavjud. Bunday usullardan biri yumuq ko'zlar holatda klaviaturada ishlashdir. Bu usul o'nta barmoq usuli deb ham yuritiladi va u foydalanuvchidan sabr va mashaqqatli metodni talab etadi. Bu usulda klaviaturaga nazar solmasdan barmoqlarni ishlatishni, ko'zlar esa faqat monitorda matnni kuzatib borishni tushunishimiz kerak. Bu mashqlar yordamida 1 daqiqada 150-200 tagacha belgini terish ko'nikmasini hosil qilishimiz mumkin. Klaviatura trenajyorlarining afzalliklari: tezlikni oshiradi, xatolarni kamaytiradi, to'g'ri barmoqlar joylashuvini o'rgatadi, ko'nikmani avtomatlashtiradi. Yumuq ko'zlar usuli matnga qaramasdan ekranga e'tibor berib yozish, barmoqlar joylashuvi xotirada saqlanadi. Yumuq ko'zlar usulining bosqichlari: barmoqlarni to'g'ri joylashtirish, klaviaturaga qaramaslik, avval aniqlik, keyin tezlik, sekinlikdan tezlikka o'tish. Ushbu usulning afzalligi tez yozish, matn oqimini to'xtatmaslik, chalg'imasdan ishlash uchun foydali. Bu rasmda har bir barmoq qog'ozda klaviatura joylashtirish uchun chap qo'l kichkina barmog'imizni qizil rangda, to'q qizil rangga kiritib turibdi. Shu tartibda barmoqimizni joylashtirib klaviaturaning harflarini yodlab olsak, tez yozishimiz uchun samarali hisoblanadi. Klaviatura trenajyorlari hozirgi kunda ishlab turgan saytlar MultiType sayti, Typing.com sayti va saytida boshlang'ich klaviaturada yozayotganlar uchun ham oson bo'ladi. O'rganish, tezlikni oshirish, samarasi katta ta'sir ko'rsatadi. Ulardan eng ko'pi o'zbek tilidagi sayt typinggranttalab.uz. Bu saytning ko'rinishi, interfeysi. Bu yerda har hafta, har oy reyting yangilanib turadi. O'zbekiston ichidagi barchani tez yozish bo'yicha reytingga chiqib turadi. Bugungi dars shu bilan tugadi.